alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi Moskva Toshkent направленияsi birinchi reysimiz xudo xolasa chiqib ketyapti. Kimdan keyin Moskva Toshkent направленияsi shunday komfortabilni davlat tomonidan qo'yilgan reys va avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda turibdi azizlar. Tanlovda adashmagan yurtdoshlarimiz mana xudo xolasa chiqib ketmoqda. Shunday komfortabilni avtobuslarni talab qilib, so'rayotgan yurtdoshlar uchun yurtboshimiz qo'yib bergan reys va avtobuslarni sizlar jo'natyapmiz. Hozirda avtobusimizda ketayotgan yo'lovchilarimizda dokumentida muammosi borlarga ukamiz hozir o'zi batafsil tushuntirib o'tadi. Aziz hamyurtlar, mana xudo xolasa avtobusimiz polnichniy bo'ldi va chiqib ketyapti. So'mkalarda hech kim sizlardan pul olmadimi? 300 rubldan tamochniy расход faqat so'mkalar uchun, o'zingizlar uchun, o'zingizlarning vaqtinglar ketmasligi uchun. Dokumentda muammosi borlar, shohsam aytganidek 5000 rubldan kimda dokumentda muammosi bo'lsa, voditel yig'ib oladi, javob qilib olib ketadi. Plaketlarga olib ketadi. Azizlar, shunday sharoitlar qo'yib bering yurtboshimizga rahmat. O'zingizlar nima deysizlar? Yaxshimi? Bitta qarsaklar joylar. Kashmaloyga, yaxshimi? Aziz hamyurtlar, shunday komfortabilni avtobuslarga ketmoqchi bo'lsangiz, ishonch nomerlari ekranda. Sog' bo'linglar. Rahmat.